Boshqa choram qolmadi. Shu ishni qilmasam bo'lmaydi. Bugun notariusga borib mashinamni o'tkazib olsam bo'ldi, qutular ekanman. Pulni ber bu yoqqa. Mani boshqa choram yo'q. Oka, bu yechim emas. Bu yechim emas. Men sizga to'g'ri yo'lni ko'rsataman. Qani boshqa choram yo'q. Oka, men sizga tushog'ingizni oling, to'g'ri yo'l bilan ko'rsataman. Oka, siz bu pul bilan muammolaringizni hal qila olmaysiz. Men sizga boshqa chorasini aytaman. 10 soat rasrochkani bilasizmi? Nima edi 10 soat rasrochka? Oka, u 10 soat rasrochka mashinangiz shtraflari bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich to'lovsiz yopib berishadi. И tonirovka ruxsatnomani ham boshlang'ich to'lovsiz qilib berishadi. И undan tashqari, agarda siz uyingizga texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, maishiy texnikalarni ham boshlang'ich to'lovsiz qilib berishadi. Siz ularning profiliga, Instagramliga podpiska tashab boring, sizga skidka qilib berishadi. Shu videoga bitta like bosib qo'yinglar.